Assalamu alaykum, hürmetlik savoqdaşlar. Tayba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün aqida darsimizning 7-darsini o'qiymiz. Endi biz bugungi darsimizda iymonning haqiqati haqida so'zlaymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobimiz qaraydigan bo'lsak, al-iymanu. Al-iymon haqiqatuhu, uning haqiqati, ya'ni mohiyati. Endi iymon deganning lug'at jihatdagi ma'nosi ishonish degan ma'noda. Ya'ni arab tilidagi tasdiq degan ma'noda. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda Yusuf surasida Yusuf alayhisalomning buytuqqanlari Yusuf alayhisalomni quduq tashlayotgandan keyin bo'ri yeb ketdi deb dadasining qashqa bo'lgan vaqtda dadasiga mundoq degan: "Va ma anta bimu'minin lana walau kunna sodiqin." Mushadiki sen bizga ishonmaysan degan so'zni ishlatish uchun mu'min, ya'ni iymondan kelib chiqqan mu'min degan so'zni ishlatgan. Demak, bu yerda tasdiqning o'rnini ishlatgan, iymonni ishlatgan. Bu yerda nimani ko'rmoqchi bo'ldi deganda, tasdiq bilan iymonninki bir qism o'rinda ma'nodash ekanligini ko'rmoqchi bo'ladi. Garchi tasdiq iymonning hamma ma'nosini o'z ichiga olmasa-mu, lug'at jihatda bir qism ma'nosini o'z ichiga oladi. Ya'ni iymon degan gap lug'at jihatda tasdiqlash, ishonish degan ma'noda. Endi shar'iy jihatda iymon degan nima degan gap, qanday bo'lsa iymon bo'ladi, iymonning mohiyati, haqiqati nima degan vaqtimizda bizning ahli sunniy val jamoa aqidasida iymonning haqiqati i'tiqodun bil qalb va qawlun bil lisan va amalun bil javarih. Qalbimizda e'tiqod qilish, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deb qalbimizda e'tiqod qilish va qawlun bil lisan va uni shahodat kalimasi orqali og'zimizda aytish va amalun bil javarih va amaliyatimizda shu la ilaha illallohning taqozosi bo'yicha yashash. Demak, bizning ahli sunniy va jamoa aqidamizda iymon 3 narsadan tarkib topgan bo'ladi. Qalbimizda tasdiqlash, ya'ni ishonish, og'zimizda deyish, amaliyatimizda isbotlash, ya'ni amal qilish. Endi men bu yerda va amalun bil javarih deganni qizil rangda va issiq tortib qo'ydim. Nima uchun degan vaqtimizda bizning mushiyada murjialar bilan va xavorijlar bilan farqimiz chiqadi. Xavorijlar amalni iymonning sharti deb qaraydi. Ya'ni amal bo'lmaydi ekan, iymon mutlaq bo'lmaydi deb qaraydi. Bu ahli sunniy val jamoaning aqidasi emas. Murjialar nima deb qaraydi deganda, murjialar iymon amal bilan munosabatsiz, ya'ni amal iymonning ichiga kirmaydi deb qaraydi. Ammo ahli sunniy val jamoa aqidasi xavorijlarga o'xshamaydigan, murjialarga o'xshamaydigan shaklda amal iymonning ichiga kiradi, ammo shart emas. Juz'isi, bir parchasi. Ya'ni amal bo'lmasa iymon mukammal bo'lmaydi deb shunday qaraydi. Biz tunda uningki tafsiliy farqlarni so'zlaymiz. Bizningki alohida farqlanadigan tarafimiz shu amalda. Biz amalni iymonning sharti deb qaramaymiz. Bir juz'isi, bir parchasi deb qaraymiz. Masalan, bunun delili Peygamber aleyhisselamның sözü, Abdul Qaysninki ömekiga degan sözü, Peygamber aleyhisselam so'di: "Atadruna mal imanu billah?" Allohga bo'lgan iymon, ishonish degan nima deganga bilamsizlar deb so'radi. Ular Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va uning elchisi biladi dedi. Peygamber aleyhisselam iymonni tushuntirib bundoq dedi: "Shahadatu an la ilaha illalloh." Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammed Allohning elchisi deb guvohlik berish va iqomis salat, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish va g'animat olgan narsaning 5ning birini berish dedi. Demak, bu yerda namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berishdan iborat amalni bu iymonning qatoridan sanadi. Bu amalning iymonning ichiga kiradiganligining isboti. Va Alloh taolo Qur'on Karimda bu mu'minlarni sifatlab innamal mu'minunallazina amanu billahi va rasulih. Alloh va uning elchisiga ishongan mu'minlar, ondan keyin u iymonni shak qilmaganlar va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah. Alloh yo'lida mali bilan, jini bilan jihad qilganlar ulaika humus sodiqun. Ya'ni mali bilan, jini bilan jihad qilishdan iborat bir amalni qilganlar ulaika humus sodiqun. Ular ana shular rostchil kishilar, iymonida rostchil kishilar deb amal nima uchun iymonning qatoridan sanadi. Endi iymonning islom bilan qanday aloqasi bor? Ma'no jihatda qanday farqi bor degan vaqtimizda
iymon so'zi mustaqil yolg'iz kelib qolsa islomni o'z ichiga oldi. Ya'ni iymon desa islom demak, islom desa iymon demak. Iymon so'zi yoki islom so'zi yolg'iz kelib qolsa, ya'ni ikkisi bir-birini ifodalaydi, ma'nodash. Ammo ikkisi bir yerda kelib qolsa, al-iymon val islom. Ikkisi bir yerda kelib qolgan vaqtda, ikkisiga nima ma'no beramiz degan vaqtda, bir yerda kelib qolgan vaqtda iymon e'tiqodiy amalni ko'rsatadi. Ya'ni qalbimizda bo'lgan, e'tiqodimizda bo'lgan amalni ko'rsatadi. Ammo islom cho'dsan zohiriy amalni, namoz o'qish, ro'za tutish o'xshash tashqi amalni ko'rsatadi. Alaqatuhu bil islam inda al-infirad. Yolg'iz kelgan vaqtida turadif, ma'nodash. Birisi-birisini bildiradi. Inda al-iqtiran, ikkisi bir yerda kelib qolgan vaqtida al-iman al-i'tiqad al-batin. Bu ichki e'tiqodni ko'rsatadi, al-islom al-amal al-zohir. Tashqi amalni ko'rsatadi. Xuddi miskin bilan faqirga o'xshash. Miskinmi yolg'iz kelsa, faqirni o'z ichiga oldi. Faqir yolg'iz kelsa, miskinni o'z ichiga oldi. Ammo zakot oyatiga o'xshash Qur'ondagi al-fuqara val masakin deb ikkisi bir yerda kelib qolsa, o'tirisida farq chiqadi. Miskin qulda azroq bir narsasi bor, faqir qulda hech narsa yo'qni ko'rsatadi. Bu shunga o'xshash. Masalan, buning farqi Qur'on Karimda ayrilgan qalatul a'rabu amanna. Arabiylar biz iymon etdik, amanna deb kelgan vaqtida Alloh taolo dedi: "Qul da'i Muhammad alayhisalom lam tu'minu." Sizlar iymon etmadinglar, walakin qulu aslamna. Lekin musulmon bo'ldik danglar deydi. Demak, iymon etdik degan gapga rad berib, musulmon bo'ldik danglar dedi. Bu yerda iymon bilan, ya'ni ularning iymon etdik degan so'zi bilan musulmon bo'ldik degan so'zning o'rtasida farq borligini ko'rsatdi. Bunun sababini bayon qilib dedi: "Walamma yadkhulul iymanu fi qulubikum." Iymon sizlarning qalbingizga kirmadi deydi. Demak, ikkisi bir yerda kelgan vaqtda iymon qalbda bo'lgan e'tiqodni ko'rsatdi. Ya'ni tasdiqni ko'rsatdi. Ham iymon ziyoda ko'p bo'ladi desa, albatta biz ahli sunniy va jamoa aqidasida yaxshilik qilish bilan, itoat bilan iymon ziyoda bo'ladi, gunoh ma'siyat bilan iymon kam bo'ladi. Ya'ni ojizlaydi. Bunun delili Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ اِيمَانًا. Ulağa Allah Teala'nın ayeti tilavat kılınsa, ulanın imanı ziyade bol deydi. Demek ziyade bolğanlıqqa Kur'an-ı Kerim qana kılıngan, bayan kılıngan. Ondan keyin iman ehli her xil bulamdı. Yani onun içinde faziletlikleri, faziletli tüverrakları bulamdı. Yoki iman etqanlarning hammasi o'xshashmi? Albatta faziletlikleri bor. O'xshamaydi. Kur'an-ı Kerim'de bunu bir ayetten uç ayırgan. Allah Teala ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Biz kitap ne? Yani Kur'an ne? Bendelerimiz içinin tanılan kişilerge miras koyduk deydi. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. O bendelerimizin içinde özgü zulüm kılıçlar var deydi. Bu kimler degende? Pasıklar. وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ. Ulanın içinde oturup hal yolda mangallar var deydi. Yani mümin bulab, 5 vakit namazını okup, Allah'ı bir pidakarlık göstermegen ama namaz okup, zakini verip, normal ötken kişilermiş o. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Ve ulanın içinde muslihla, ıslahatçıla, mücahitla, yani köp yaxşılık kılgan, pidakarlık gösterken kişiler var. Bula sabiqun bil hayrat. Demek iman ehli mu pasıkla, müminle, muslihla dep bu şundan 3 türge ayrıldı. Onun için imanda istisna kılışkı bulamdı bulmamdı. Yani siz Müslüman mı, siz mümin mi dese, inşallah ben Müslüman, inşallah ben mümin dep istisna kılsak, bulamdı bulmamdı degende bunun ahvali bir qancha xil bo'ladi. Agar iymonni shaklinib istisna qilsak, bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Bu kufrun. Ya'ni chunki iymonning bo'lishi shaklanmaslik kerak. Ammo xavfan min at-tazkiya, o'zini paklashdan, o'zini bak taqvodor mu'min deb o'zini keskin bir hukm qilib o'tishdan qo'rqib, ya'ni tazkiya qilib, paklab, inshaalloh Alloh qabul qilsin men musulmon deb bunda tezgiye qilib deyish bu vacib. Shunaq deyishimiz kerak. Hamda tabarrukan bi zikril mashi'a. Allohning mashiatini tabarruk bilib, inshaalloh deb Allohning mashiatini, Allohning xohishini tabarruk bilib, inshaalloh men musulmon deyish to'g'ri. Demak, buningki ahvoli shu 3 turlik bo'ladi. Hamda iymonga cho'ng gunohlar ta'sir ko'rsatadi deganda albatta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni
cho'ng gunoh qilsa iymonning asli qolib qoladi, ammo kamlab ketadi. Ojizlaydi yoki kamlab ketadi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inna Allaha la yaghfiru an yushrika bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Yani havarijlar kabir günah imanni o'chiryotudu deydi. Onun reddiye qilib biz deymiz, cho'ng gunoh imanni o'chirotmaydi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inna Allaha la yaghfiru an yushrika bih ve yaghfiru ma duna zalik. Allah shirkni kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni kechirudi dedi. Demek kechirganligi uning imonida qolib qolganligini ko'rsatadi. Endi biz iymon masalasida ezib ketgan bir qancha firqalar bor, bularni so'zlaymiz. Buning birinchisi kim bo'lsa, havorijlar. Bizning davrimizdagi ba'zi oshqullarmi shunga o'xshab qoladi. Bu havorijlar qanday ezib ketgan degan vaqtida bular amalni iymonning sharti qilib olgan. Ya'ni bir odam musulmon bo'lib amal qilmagan bo'lsa, ya'ni u amalni inkor qilmasdan amal qilmagan bo'lsa, uni kofir deb hukm qilayotgan. Bu havorijlar bo'ladi. Endi havorijlar, chunki havorijlarning aqidasi iymon nimadan iborat deganda, havorijlar aqidasida iymon i'tiqodun va qawlun va amal. E'tiqod qilish kerak, tilda so'zlash kerak va amal qilish kerak. Bizlar bo'lgan farqi, bular amalni iymonning sharti deb qaraydi. Biz amalni iymonning sharti emas, bir juz'isi deb qaraymiz. Ya'ni ahli sunniy va jamoat aqidasida bir odam qalbidan ishondi, og'izda la ilaha illalloh dedi, amaliga kelgan vaqtida g'ururlik qilib, nafsining kendini kelib, inkor qilmasdan amal qilmagan bo'lsa, bu odam fosiq bo'ladi, iymondan chiqib ketmaydi deb qaraymiz. Ammo xavorijlar nima deydi? Murtakibul kabira. Cho'ng gunohni qilguvchi xaraja minal iymon, iymondan chiqib ketdi, va dakhalal kufr. Kufrga kirdi deb qaraydi. U dunyoda kofiri, oxiratda mengu do'zaxda qoladi deb qaraydi. Biz unda deb qaramaymiz. Biz amal qilmagan odam, inkor qilmagan bo'lsa, amal qilmagan odam Allah Teala tövbe qilsa qana qiladi, uni kechiradi. Shirk bilan bo'lmagan bo'lsa, Allah Teala uni qana qiladi, kechiradi deb qaraymiz. Agar tövbe qilmasa, Allah Teala'ning mashiati ostida bo'ladi. Allah xolisi kechiradi, xolimasa kechirmaydi. Xolisa kechirmaydi. Endi Mu'tazila, bularni iymon babida ezib ketgan kishilar. Bu qanday ezib ketgan degan vaqtida bularni iymonning mohiyati o'xshash. Bularmi e'tiqod, so'z va amaldan iborat deydi. Bular cho'ng gunoh qilguvchini iymondan chiqib ketdi, ammo kufrga kirmadi. Bayna manzilatayn, ya'ni iymon bilan kufrning o'rtasida qolib qoldi deb qaraydi. O'xshamaydigan farqi shu. Va dunyoda ikki o'rinning o'rtasida, ya'ni kofir bilan iymonning, kufr bilan iymonning o'rtasida turadi, oxiratda do'zaxda qoladi deydi. Demak, bu jihatda yana xavorijlarga o'xshash. Bularga nima deb raddiya beramiz degan vaqtida, bularga bir qancha raddiyamiz Alloh taolaning Qur'on Karimdagi qisos oyati. Alloh taolo Qur'on Karimda bir musulmonni o'ltirayotgan bo'lsa, bu qanday qilgan bo'ladi? Cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda deb atadi: "Faman ufiya lahu min akhihi." Agar u qarindashini kechirib olsa deb atadi. Demak, o'ltirayotgan odamni deb atadi, qarindosh deb ataladi. Alloh taolo yana bir oyatda "Va in taifatan minal mu'minina qatatalu." Mu'minlarning ikki guruh birisi-birisidan urushib ketsa, iqtatalu, ya'ni urushsa, o'ltirishsa dedi. Demak, garchi birisi-birini o'ltirishgan bo'lsa-mu, ularning mu'minlik sifatini qanday qilyapmadi? Alloh taolo tushiryapmadi. Bu cho'ng gunoh qilg'uchining iymondan chiqib ketmaydiganligining isboti. Yana bir hadisda masalan Peygamber sallallohu dedi, do'zaxning qalbida misqolchilik iymon bor odam do'zaxdan qanday qildi? Chiqariladi dedi. Shunda gunohlarni qilibdi, ammo qalbida Allohga misqolchilik nima bo'lsa, qichininki urg'uchilik iymon bo'lsa, Alloh taolo uni do'zaxdan chiqaradi deydi. Ondan keyin uchinchisi Jahmiyyalarmi iymonda ezib ketgan. Qanday ezib ketgan degan vaqtida bular iymonni qalbida tasdiqlash deb qaraydi. Ya'ni qalbida tunisa Allohni, og'izda demisimi, amal qilmasimi, bu iymon bo'ladi deb qaraydi. Bu mu xato. Chunki Abu Talib mu Rasulullohning dinining haq ekanligini qalbida qana qiladi, tunitdi. Sakratlik vaqtida payg'ambar alayhisalom degan vaqtida shahodat kalimasini keltirguli qolgan vaqtida boshqa tag'alari kelib yondirgan-ku. Demak, shundaq she'rlarmi bor. Rasulullohning dini, Muhammadning dini eng haqiqat din deb. Qalbida tunitdi, ammo og'izda qana qilmagan, iqro qilmagan. Qalbida tunish iymonga yetmaydi. Chuqur uni og'izda iqro qilish kerak.
Ondan keyin karomiyalar var. Karomiyalar faqat ig'izdan ham la ilaha illalloh degan bo'lsa, qalbida tasdiqlamasimi, bu iymon bo'ladi deb qaraydi. Bu bo'yicha aytgan vaqtimizda munofiqlar nima bo'ladi? Mu'min bo'ladi. Chunki munofiqlar qalbida ishonmaydi, og'izda deydi. Bu iymonda ezib ketganlik. Ondan keyin murjiyalar nima deydi desa, murjiyalar iymon e'tiqod va so'zdan iborat. Bir odam qalbida ishonsa, og'izda la ilaha illalloh desa, uningda iymon bo'ladi deydi. Ahli sunnat val jamoa esa agar amalni inkor qilgan bo'lsa iymon bo'lmaydi, inkor qilmay fasiqlik qilgan bo'lsa, fasiqlik qilmagan bo'lsa, unda iymon mukammal bo'lmaydi deb qaraymiz. Ya'ni iymon degan to'liq iymon bo'lishi uchun unda e'tiqod bo'lishi kerak, so'z bo'lishi kerak, amal bo'lishi kerak deb qaraydi. Murjiyalar bilan bo'lgan farqimiz shu. Endi bu murjiyalar qanday qiladi deya birimiz deganda Alloh taolo nima dedi? "Va ma kana Allohu liyudi'a iymanakum." Alloh taolo sizlarningki namozinglarni zayo qilyapmidi deb atagan. Bu yerdagi namozni Alloh taolo nima dedi? Iymanakum. Qur'onda namozning o'zida bir amalni iymon deb atadi. Demak, amalninki bu iymonning qatoriga kirganligininki isboti. Undan olsa arkadaşlar bizningki bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimiz ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست